Qachon nima deyapsan? Jonikami bo'lyapsan? Mashina. Do'stlar, Andijon Asakaga kelganmiz. Akalarimiz qo'llari dard ko'rmasin, asfaltni shunaqa chiroyli qilib bosib berishyapti. Akalarim Marg'ilon Kaminat, Yazevonda, Marg'ilonda gap so'z yo'q akalar. Asfaltni bitta holatini ko'rib chiqing. Sizlari zasipkalarigacha qilib, trambirovkalarigacha bor ekan. Bosish jarayonlarini ham bitta ko'ring. Akalarning holatini qarang mana shunaqa. Uyda bir kunda zasipkasini qilishib, bir kunda asfaltni bitirib berishib ketishadi. Xudo xolasa o'zlarining trambirovkalarigacha bor. Prosta shag'alda aypishib, ustiga asfalt bosishmaydi. Ishlariga garantiya. Bu 2-3 marta reklama qo'yishimiz. Ustakalarimiz Tanjoni sog' bo'lsin. Ustakalarimizga bitta like bosib qo'yasizlar, jigarlar. Aka, buni kvadrati necha puldan? Xo'p, aka, hozirgi paytda 60 mingdan 70 minggacha vodiy bo'ylab bosyapmiz. Vodiy bo'ylab bosyapmiz aka. Xo'p, endi uni xizmatiga o'sha zatsipkasi, trambovkasi, yetkazib berishi, asfaltni bosish hamma xizmati kiradi. Asfalt ichida. Asfalt ichida, prosta zatsipkasini olib beradi, uni ham tayinli tekizlash trambovkasi bizning xizmatimiz ichida bo'ladi. Uyda egalari sizga zatsipkasini olib beradi, bo'ldi. O'zingiz kelib trambirovkalarigacha qilib, o'zingiz noldan tayyor qilib olasiz. Asfaltini olib kelib o'zingiz to'kasiz, o'zingiz bosib berasiz 60 mingdan. 60 mingdan vodiy bo'ylab 70 minggacha. 70 minggacha. Joyiga qarab, ob'yomga qarab, ob'yom katta bo'lsa yana ham tushib berasiz. Ob'yomi katta bo'lgan hisobga tushib beramiz. Marg'ilon telefon qilyapmiz desa, yana hamcha tushib berasiz. Sizlar obunachilik telefon qiladigan bo'lsa, qo'yamiz. Yozib qo'yaman aka, xudo xolasa. Do'stlar, kimga shunaqa asfalt bosish xizmat zarur bo'lsa, kimdir oxtarga bo'lsa, like bosib jigarlar o'sha akalarga atmetga qilib jo'natib qo'yasizlar.